Assalomu alaykum barcha aziz muxlislarimizga. Salomatmisizlar? Men kuzatgan podpисчиlarim. Sog'lommisizlar? Birinchi marta intervyu berishimiz mana siz olasiz studiyamizni ochib oldik. Barchalarni taklif qilamiz. Bundan kelgancha chiroyli qilib yozib berishga harakat qilamiz. Eng oxirgi rusumli programmalarda ishlayapmiz hozir. Mana hozir Mardon videoning kamisi keladi. Bo'lmasa video syomkasini ham chiqaramiz. Kecha kuni ashlasini yozdik. Bu ashlasini o'sha Toshxonlik mehmonlarimiz so'rashgan edi. Ozgina parcha qo'ygan edik. O'shani butun to'liq qilib beringlar deb iltimos qilishgan ekan. Hozir mana Mardonbek Hofiz ukamiz yo'lda kelyapti. Xudo xolasa mana shu qo'shiqlarni ham sizlarga namoyish qilamiz. Xudo xolasa bizni kuzatishda davom etinglar. Mana shu podpiska bo'lmaganlar podpiska bo'lib layklarni bosinglar. Mana shu kanalimizni bir ommaga ochishga yordam qilasizlar degan umidamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalarga kutib qolamiz. Kesillar Mardonbek. Assalomu alaykum. Assalom. Qanday o'zingiz yaxshi Charchamayapsizlarmi? Ilohim charchamayapsizlarmi? Charchamaylar. Yo'llardan qiynalmay kelyapsizmi? Yaxshimisiz? Uylar tinchmi? Avvalo xush kelibsiz. Rahmat. Studiyamizga chaqirdik sizni. Mana shu chaqirishimizdan maqsad mana shu avvalo ijodlaringizga omad tilaymiz. Mana muxlislaringiz ko'payyapti YouTube kanalimizda. Rahmat. O'sha muxlislarimiz, akalarimiz o'sha kichkinagina epizodchi qo'shig'imizni shuni to'liq variantda aytib berishsin deb iltimos qilishadi. O'shaning uchun sizni mana studiyamizga chaqirdik. Rahmat. Endi muxlislarimizga o'zingiz tilaklaringizni bildirib qo'ysangiz oldin. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, qadrdon muxlislar. Barchaga yangi yil omad olib kelsin. Ilohim ustozlar qo'shig'idan ko'p muxlislarimiz so'rashibdi. Qo'limizdan kelganicha ijro etib beramiz. Mana akamiz yangi studiyalar ilohim qullab bo'lsin sizga. YouTube kanallarda muxlislar juda ham ko'paysin. Jonli ijro etishimizda sababchi mana akamiz. Qolaversa ustozlarimiz hamisha umrlari uzoq bo'lsin. 2026da tilaklarimiz hamisha hammaga omad, baxt, xonadonida xursandchilik. Bizni shunchalik chaqirtirib tashrif buyuribsiz. Sizga ilohim rahmat aytamiz aka. Ijodlaringizga omad tilaymiz. Sizga ham ijodlaringizga omad tilaymiz. Studiyalar bundan ham gullab yashnasin so'raymiz ilohim. Hamisha omad tilaymiz hammaga. Jonli ijroda kuzatishda bizni davom etinglar. Aziz muxlislar, qadrdonlar. Shitob aylab ashulasining matni asosan klassik o'zbek adabiyotdan olingan bo'lib, unda sevgi, sog'inch va ma'shuqaga intilishlik kabi mavzular aks etgan. Mashhur xonandalar ijrosida keng tarqalgan. Uning asosiy ma'nosi tezlik bilan shoshilib ma'shuqa tomonga intilishdir. Biz ham shu qo'shiqni ustozlar xotiralab ijro etdik. Tun oqshom keldi kulbam sabri o'lgur shitob aylab
Amisu atidin gül Zadoydi Lab aylab Çekip mücgan Şabrumlar Kirip can qas Tına hancari Diliga zul Fa'ambar Bağırdın müşkin Tanab aylab Biliga zul Fa'ambar Bağırdın müşkin Tanab aylab Kelip otir diyor ki Tutuyup yavnim dayı birdi Hayvan ya Tekellüm baş la la zinduni huşab aylab yarime canime zalim yavrime hayvan ya زاونیم بلا کشف آو شغل منسیز نچیکتر سلام های من oldum law لقيت غيري ميلي جواب عيلا يا ويما جاني ما yağma hayvan ya onun kim vay vasnu siye işrat tuni bundağı ama yedik yeter ta su kıymak şer
kitob aylab loyidik netar ta suhi mahshar tar kitob aylab